Assalomu alaykum. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimiz bug'doy donini sirka kislotada unib chiqishini o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi Petri idishchasi, bug'doy donlari, distillangan suv va sirka kislotasi. Sirka kislotani kuchsiz foizligi va yuqori kuchli foizli eritmasidan foydalanamiz. Laboratoriya mashg'ulotini bajarishimizdan oldin albatta xavfsizlik qoidalariga amal qilib ketsak maqsadga muvofiq. Men Petri idishchalarga bir xil miqdorda bug'doy donini solib oldim. Demak, birinchi idishchamda oddiy distillangan yoki oddiy o'zimizda doimiy odatdagidek suvni quyaman. Undan so'ng 1% sirka kislotaning kuchsiz eritmasidan bug'doyimizga solaman. Va kuchli sirka kislotani kuchli foizdagi ishqoriy eritmasini solaman. Uchala Petri idishchaga solib olgan bug'doy donini 5 kun, 7 kun davomida yorug', harorat o'rta mo'tadil bo'lgan joyga qo'yib qo'yaman. 5 kundan keyin bug'doylarimizni unib chiqish jarayonini ko'rsataman. Mana natijamizda ko'rinib turibdiki, oddiy suv bilan undirilgan bug'doyimiz juda ham chiroyli unib chiqdi. 1% kuchsiz eritma orqali undirilgan bug'doyimiz biroz kuchsizroq, ildizlari kamroq undi. 3% kislotadan foydalangan bug'doyimiz esa umuman unmadi. Xulosa qilib aytganda, kislota bug'doy donini o'sishini susaytiradi yoki to'xtatadi. Umuman deyarli hamma urug'larda optimal o'sish uchun neytral muhit zarur. E'tiboringiz uchun rahmat.